Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Qonxo'r Xitoyning koni bo'lgan Xitoy tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Zhou Lijianning gapini anglab boqayli. Bu ablah deydiki, bu yil 6-oyda o'zini Uyg'ur alayida soti deb atavagan Uyg'ur sot kollegiyasi dastlabda birinchi qitimliq Uyg'ur alayida sotini ochgan. Mayli u qancha qitim sot açsın, qanchalik artistlarni achiqib so'zlasin, u baribirla qonunsiz sot bo'lib hisoblandi. Bu xuddi sivatlan suv to'shigandek ish. Xitoy hukumatiga qarshi turadigan bu ablahlar qandoq o'yin o'ynasin, Jungo Xinjiangning taraqqiyoti bag'ansiri yaxshi bo'ladi. Xalqaro jamiyatmi Xinjiangga obyektiv va adil qarashini tashabbus qiladigan ovozlar texmi ko'paydi deb bildirilgan. Xo'sh, Xitoy tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Zhou Lijianning bildirilgan bu so'zdan biz shuni ko'rib olamizki, bu qitim Londonda ichilgan 3 qitimliq Uyg'ur alayida soti Xitoy hukumatini qanchalik aloqsadi qilib etganligini, Xitoy hukumatini qanchalik beoram qilganligini ko'rib turyapmiz. Xitoyning ishti Zhou Lijian Uyg'ur alayida sotini qonunsiz degan bilan, lekin o'g'rining yuragi pok-pok. Xitoy Janubiy dengizda qonunsiz orollarni yasagan. Gollandiya xalqaro jinoiy soti Xitoyning qonunsiz yasagan bu orollarni butunlay qonunsiz darhol harakatini to'xtatish kerak deb hukm chiqargan bo'lsa-mu, xalqaro jinoiy sotining chiqargan hukmnomasini e'tirof qilmay muthamlik qilgan. Xitoyning bu muthamligi oxirida o'zini gumroh qilib tashlaydi.